O'zbekiston 1 milliard dollarlik xalqaro obligatsiyalarni joylashtirdi. Mamlakatimiz global moliya bozorida 1 milliard dollarlik milliy valyuta qarzini chiqardi. Yangi so'mlik qimmatli qog'ozlar 12,25% daromadlilik bilan sotildi. Bu bunday joylashtirishlar uchun eng past ko'rsatkichdir. Taqqoslash uchun shunga o'xshash 3 yillik qimmatli qog'ozlar 2024-yilda 16,62% va 2025-yilda 15,5% bilan chiqarilgan. Savdo boshlanishidan oldin AQSh, Yevropa, Osiyo va Yaqin Sharqning 32 ta yirik moliya institutlari ishtirokida konferensiya bo'lib o'tdi. Ishtirokchilarga hozirgi makroiqtisodiy vaziyat va davlatni rivojlantirish strategiyasining maqsadlari haqida ma'lumot berildi. Savdo jarayonida taxminan 50 ta xorijiy kompaniya 23,4 trillion so'mlik obligatsiyalarni sotib olishga tayyorligini bildirdi. Auksiondan so'ng 12,2 trillion so'mlik qimmatli qog'ozlar joylashtirildi. Barcha jalb qilingan mablag'lar 2026-yilga mo'ljallangan davlat byudjeti taqchilligini qoplash uchun ishlatiladi. Biznes va moliyaviy xabarlarni Kapital.uz kanalida kuzatib boring.